Hurmatli yurtdoshlar, yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun men sizlarga Koreya tarixi haqida o'zim bilgan va o'rgangan ma'lumotlarni o'rtoqlashmoqchiman. Nafas yo'q. Demak, Koreya miloddan avvalgi 2333-yilda tashkil topgan davlat. Olimlar Homo sapiens, ya'ni aqlli odamlar bu Koreya yarim orolida, ya'ni men hozir turgan hududda miloddan avvalgi 40-30 asrlarda yashab o'tganini aytishadi. Bilik davlat esa aytib o'tgandek 2333-yilda Samoviy Tangun o'g'li tomonidan asos solingan. Farosat. Bu davlat Koreya nomida Go-Joseon, ya'ni qadimiy Joseon. Shu bilan birgalikda biz tilda Choson deb atalgan. O'z qudratiga miloddan avvalgi 6-asrda yetishgan. Keyinchalik esa Han imperiyasi tomonidan bo'ysundirilgan. Bir millat yana 3 ga bo'linib yashashi faqatgina o'zbek tarixida emas, ya'ni Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qo'qon xonligi emas, aynan men turgan hududda ham, Koreyada ham kuzatilgan. Bu keyinchalik kuchli bo'lgan 3 ta xonlik, ular Silla, Pekche va Koguryo. Bular albatta bilamiz, bulardan eng kuchlisi, eng qudratlisi bu shubhasiz Goguryo bo'lgan, ya'ni Jumonga asos solgan o'sha davlat. Tashkil topgandan keyin qisqa muddat ichida Han imperiyasiga teng keladigan kuchga erishgan. Bir necha marta Xitoy bosqiniga qarshi yetarli darajada kuch ko'rsatgan va ularni qaytargan. Davom etamiz. Men aytmoqchimanki, o'zbek tarixidagi 3 xonliklar singari, ya'ni Goguryo xuddi Qo'qon xonligi singari eng qudratlisi, eng kuchlisi bo'lgan edi. Xo'p, Buxoro amirligiga qiyoslaydigan davlat bu Pekche. Bu hammamiz bilamiz. Sasyona Jumongdan ajragandan keyin mamlakatning janubiy qismiga borib, uni o'g'li Onyo shu davlatga asos soladi. Xiva xonligiga keladigan bo'lsak, bu davlatda ekvivalenti Silla bo'lgan. Aytib o'tganimdek, keyinchalik Han imperiyasi bilan ittifoq tuzib, Koreya yarim orolida va Liadong yarim orolida tashkil topgan 3 qirollikni bo'ysundirib, yakka hukmronlik o'rnatgan. Lekin baribir butun davlat bir kun kelib Han imperiyasi tomonidan bo'ysundirilgan. Bugungi kunda Koreya bilamiz 2 ga bo'linib yashaydi. Men turgan Janubiy Koreya, ya'ni Ikkinchi jahon urushidan keyin Sovuq urush davrida Yaponiyadan ajralib chiqqandan keyin AQSh kapitali kirib kelish natijasida kapitalistik davlatga aylangan va Shimoliy Koreya. Buni hammamiz bilamiz, Rossiya ta'sirida sotsialistik davlatga aylangan, bugungi kunda dunyodagi eng yirik qurol-yarog' ombori hisoblanadi. Poytaxtda bir kunda bir marta 1 soat svet bo'ladi. Diktatura. Mayli, siyosatga aralashmaymiz. Siyosat bilan qiziqadiganlar bo'lsa, men sizlarga maslahat beraman. Xuddi men singari oliy ma'lumotli inson tomonidan yuritiladigan mana bu kanalda. Silkasini opsioniyada qoldiraman, qo'shib o'tishinglar mumkin. Bu ilmiy, amaliy, ma'rifiy ma'lumotlarga boy kanal. Sizlarga tavsiya qilaman, nimadir o'rgansanglar, mana xursandman. Hurmatli yurtdoshlar, men turgan joyga eng yaqin Nimseon orolida, ya'ni Seongdong tumanidan 45 kilometr janubda joylashgan ushbu orolda qish san'ati voqealari suratga olingan. Bu serial o'z vaqtida Yaponiya va Koreya o'rtasida xalqlar do'stligiga xizmat qilgan. Hammamiz bilamiz, Ikkinchi jahon urushida militaristik Yaponiya Koreyani butkul bosib olgan edi. Lekin ota-bobolari qilgan ayblar tufayli ular yuz ko'rmas bo'lib yurishganda, aynan serial yaponiyalik turistlarni Koreyaga oqib kelishiga sababchi bo'lgan. Men o'zim yaqin orada Yongin shahriga safar uyushtirmoqchiman. Aynan shu shaharda men o'zim sevgan serial Jumong seriali suratga olingan. Va faqat Jumong, balki Tangen seriali ham aynan o'sha joyda suratga olingan. Olg'a. Hurmatli o'rtoqlar, yaqinda Instagramda Ruxshona Shodmonqulova tomonidan berilgan bir xabarga ko'zim tushganda, ya'ni Koreyada yigit va qiz uchrashuvga chiqsa, ularga $500. Agarda ular turmushga qursa, $2600 miqdorida pul berilarmish. Bu xabar 100% fake. Tasdiqlayman, chunki agar men hozir bu yerda biror bir qizga borib salom bersam, u bemalol politsiya chaqirish huquqiga ega. Ya faqat salom berish haqida gap ketyapti. Mana hurmatli yurtdoshlar, deyarli tog' cho'qqisini ham zabt etdik. Hamma daraxt qaranglar. Boshqacha ekan. Ozgina qoldi. Bu yergacha yetib kelish oson bo'lmadi. Judagina charchadik, lekin eng charchagan paytlarimizda qarayman, sizga motivatsiya beraman. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, believing it every day. And
narsa bilan yetib keldik. Nihoyat do'stlar, balandlik bizda emas, biz balandlikni yengdik. Akrofobiyasi bor odamlarga bu yerga kelishni tavsiya qilmayman, chunki himoya bo'lishiga qaramay, hatto men cho'chiyapman ko'rib balandlikda. Bunday suvga tushib ketib, kitlar bilan cho'milib yurishni xohlamasdim. Ayni daqiqalarda Kamina Ematkarim madaniy hordiq bilan mashg'ul. Hozir biz tashkiliy jamoamiz bilan ijodiy jamoa o'rtasida fotosessiya bo'ladi. Buni sizlar bilan bo'lishga harakat qilaman va hamlaringga aytaman, shaxsiy tushunchada ko'rishganda ko'rishguncha.